Sen nimaga kasal odamga borib tekinga qarashing kerak? Nima, pul to'lash kerakmi? Hali til topishib olamiz. Xotinim 5 yildan beri biror marta ko'rishga ruxsat bermagandi. U sizni baxtli bo'lmasligingizni xohlaydi. U shunaqangi rahmdil otaki, bolalari uchun borini beradi. Farhod aka, Oyjonni oldilarida uyalmaysizmi bunaqa gaplar gapirishga? Nozima ja qolib ketdi. Nima gunoh qiladi? Men bu ishni o'zim opam uchun, kelinoyim uchun qilayotgan edim. Ikkinchi, u qizni oldida o'ralashganingni ko'rma. Tushundingmi? Afzal aka, oldingizga hujjatlarni olib kirib ketayotgandim. Ha, xonamga olib kirib qo'ying, hozir kiraman. Xo'p. Kim? Assalomu alaykum. Mumkinmi? Va alaykum assalom. Keling. So'ragan hujjatlaringiz. Menga qara Afzal. Labbay. Ahvol yaxshi emasga o'xshaydi-ku. Qo'rqqanimiz bo'lib chiqyapti. Budjetimiz ham nolga qarab ketyapti. Kompaniyaning ham pullari talon-taroj bo'lib ketgan. Qani o'tirchi. Shuncha pullar qayerga ketgan bo'lishi mumkin, Afzal? Menimcha Manzura opa Sardor bilan birga 5-6 ta qimmat uylardan xarid qilishgan va natijada kompaniya qarzga kirgan. Xullas, suvni ta'mi muz bilan. Shundiz-u, shunaqa bo'lgan. Shuncha mehnatimizni rasvo qilishgan. Hammasini qaytib ber. Lekin pullarni qaytarib bersak yana pul yo'qotamiz. Uni ustiga dollar o'ynab yotibdi. Bo'lmasa bir narsa qilish kerak. Bo'lmasamchi, hamma mulkimni ro'yxatini tuzib chiqqan. Xo'p, keyinchi? O'shalarni hammasini sotuvga qo'yamiz. Ko'targaniga sotamiz. Eng yomoni ishchilarni har 15 kunda maoshini berish kerak. Bizni balans bo'lsa nolga teng. Unda hamma xodimlarni yig'ib, biz ularga vaziyatni tushuntiramiz. Maoshi bo'yicha gaplashib olamiz, kelishib. Lekin ko'pchilik oylikka ro'zg'or tebratadi. Qana qilib maosh bermaymiz? Kim aytdi? Ularga maosh bermaymiz deb. Beramiz. Faqat sal kechroq. Xo'p, lekin hali soliqlarimiz ham bor. Ularni qana qilib to'laymiz? Bo'lmasa, bir oy muhlat berishlarini so'raymiz. Yilning boshida mahsulotlarimiz savdosi pastga tushib ketgan. Bilasam, avvalam bunaqa vaziyatdan chiqib ketganmiz. Bu safar ham ko'rasan chiqamiz. Muhimi, ular mol-mulklarni havoga sovurishmagan. To'g'ri, lekin havoga sovurganda nima qilardik? Ana unda u muammo bo'lardi. Bo'pti. Bor, xodimlarni yiqqin. Xo'p. Bora qol.